Erkin Asiya Radyosu'nun xabar qilishicha, navbatda Urumchida ayollar turmasida jazo muddatini o'tayotgan 32 yoshli Almira Erkin Qashqarda lagerga odam tutishda aktiv xizmat ko'rsatgan bir soqchi xodimining qizi bo'lib, u Turkiya kino filmini ko'rganligidek atalmish jinoyat uchun sudga tortilganda soqchi dotsimi, yaqin tuqqanlardan bo'lgan Makit noyasining hokimi Anvar Tursunmi uni 10 yillik kesilishdan qo'g'day olmagan. Sharqiy Turkistonda e'tiborlanib xizmatga saylanayotgan amaldor va xodimlarning bevosita urug' tuqqanlarining ig'ir jazolardan xoli bo'lmaganligi ko'plagan faktlar bilan o'tirg'i chiqmoqda. 29 may kuni Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi bilan Amerikadagi Uyg'ur jamoati poytaxt Washingtondagi Amerika Davlat Majlisining oldida namoyish o'tkazdi. Bu namoyish Amerika va dunyoning diqqatini yaqindan oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi Uyg'urlarning ichinishlik ahvoliga qaratish uchun olib berildi. Namoyishchilar Xinjiang soqchi hujjatlaridagi 2884 nafar Uyg'ur tutqunning bosh suratlari orasidan tanlab cho'ngaytilgan 500 kishining suratini Amerika Davlat Majlisi oldidagi chimliqda radlik tizdi. Amerika Savdo ishlari ministri Gina Raimondo Biden hukumatining savdo cheklamasi qo'ygan Xitoy shirkatlarining qora tizimga yangisini qo'shish uchun baholash elib berayotganligini e'lon qildi. Amerika Savdo ministrligi Amerika mahsulotlari va texnikalari import qilishi cheklangan Xitoy shirkatlarining bu embargolarga xiloflik qilib qilmaganligiga qayta qarab chiqdi ekan. Türkiye Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de resmi ziyareti buluvatkan Pakistan Baş Ministri Shahbaz Sharif ve ona hamkarlıqdaki heyet bilen görüştü. Türkiye bilen Pakistan otursula 7 hamkarlık gelişimi imzalandı. Xitoy doiralarining tashqi ishlar ministri Wang Yining Tinch okean davlatlariga qilgan safarida muxbirlarning Wangdan savol so'rashiga to'sqinlik qilganligi o'tirg'i chiqdi. Ma'lum bo'lganidek, Wang Yining Tinch okeandagi orol davlatlariga qilgan ziyarati jarayonida Fijida o'tkazilgan rayonlik boshliqlar yig'inida o'rtaq kelishimga imzo qo'yilmadi. Angliya muhofizat gazetining xabariga qaraganda, Xitoy doiralari Wangning ziyoratini yaqindan kuzatgan ba'zi axborot a'zolarining axborot kartasi amaldan qoldirilgan. Germaniya Baş Ministri Olaf Scholz Yevropa İttifaqının G'arbiy Balkan rayonidagi davlatlar bilan qo'shilgan suhbatining balduroq boshlanishini talab qildi. Shvetsiya Baş Ministri Magdalena Andersson poytaxt Stokholmda o'tkazilgan yig'inga qatnashish uchun kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bilan ko'rishdi. Andersson Turkiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirish suhbati haqida to'xtalganda, o'zlarining Turkiya bilan ko'rishganligini va yaqin kelgusida davomli ijobiy uchrashish va suhbatlashishni umid qiladiganligini aytdi.